O'zbekistonda stage qilingan M5 competitionning damini bera oladigan VAZ 2107 borligini bilarmidinglar? 2023-yilda Qozog'istonda Sokol poyga trassasida drag bo'yicha musobaqalarda ko'zim bilan ko'rganimda ishonmaganman. Lekin bugun sizlarga o'sha mashinani ko'rsataman. Bu allaqachon kuzovnoy mashina emas, shahar ko'chalarida harakatlana olmaydi. Rama qo'lbola Jahongir aka bottiga har bir narsani o'z qo'llari bilan yasaganlar. Orqa mostga e'tibor beringlar. 9 dyumli Ford Mustangga tegishli bo'lgan dragovoy most 2000 ot kuchigacha ko'tarishi mumkin. 29 ga 13,5 slik ballonlarning enini qaranglar, kattaligini. Zatsep yana ham ko'proq. Eng qizig'i kapot ostini ko'rsatishimdan oldin bu videoga bitta like bosinglar va bunaqa noyob proyektlarni doimiy ravishda kuzatib borish uchun choynakning qopqog'iga obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Hozirgi kunda Jahongir akam mana shu spekdan 700 ot kuchiga yaqin quvvat olaman deyaptilar. Bu o'rtoqli Opel'li 4 silindrli motori, lekin radnoydan faqat blok qolgan. Qolgan hamma narsa darabotini upgrade qilingan. Ko'rayotganlaringizdek bu yerda nitro tizimi bor. Azotni okisini havoga aralashtirib silindrga uzatib beriladi. Har bir silindrga ikkitadan farsunka o'rnatilgan. Garrett 42 turbinasi, bu 2023-yildagi spekdan qolib ketgan turbina, bundan kattasi olib kelib qo'yilgan. Hozir o'rnatish jarayonida ko'rishingiz mumkin. Intake, ya'ni havoni so'rish tizimi bu yerda intercooler bilan jihozlangan. U suv yordamida sovutadi. Salonda hozir yana qo'shimcha narsalarni ko'rsataman. Mana bu esa o'rtoqlar o't o'chirish tizimi. 3 ta soplarni ko'rib turibsizlar. Avtomatik o't o'chirish tizimi bilan jihozlangan avtomobilimiz. Bundan tashqari yoqilg'i nasosi mexanik, elektrik emas. Bu yerda umuman akkumulyator 12 volt degan tushuncha yo'q. Salonga zo'rg'a o'rnashib oldim. Kokpit yasalgan, ya'ni haydovchi uchun xavfsizlik karkasi yasab qo'yilgan. Mana bu shlemni taqalladi okam bosallar, har xil BMW jazosini berishgan. Mana sizlarga aytganimdek nitro tizimi va uni balloni, ya'ni bu yerda azot bor. Mana bu esa intercoolerni sovutish uchun suvini muz soladigan bachok, u ham salonga solingan. Nimaga hammasi bu yerda qilingan? Chunki balans bo'lishi kerak. Haydovchi 70-80 kilo bo'lsa, 70-80 kilo vazn o'ng tarafda ham bo'lishi kerak. Ruchnoy tushunishim bo'yicha IJZ, ya'ni Toyota'ni avtomatik transmissiyasi. Tabiiyki bu parashyutni ochadigan ruchak. Meni qo'lim emas, Jahongir akam qo'llari. Bizani ko'rayotgan akalarning ichida Jahongir akaga sponsorlik qilib, mana Rossiyada ham o'zimni brendimni olib chiqaman deydiganlar bo'lsa, albatta Jahongir aka bilan aloqaga chiqishingiz mumkin. Men ularning Instagramlarini albatta atmetka qilib qo'yaman. Bu videoni albatta poygaga qiziqadigan loyihalarga befarq bo'lmagan o'rtog'inglarga jo'natib qo'yinglar va Jahongir akaning mehnatlari uchun albatta bu videoga like bosib, kommentariyda o'zingizlarning fikrlaringizni qoldirishni unutmanglar.